Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sizlarning havolangizga O'tkir Hoshimovning hayoti va ijodini havola etaman. O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkentda tug'ilgan. U Toshkent davlat universitetining jurnalistika bo'limini tamomlagan. O'tkir Hoshimov o'z ijodini Po'lat chavandoz to'plami bilan boshlagan. Birinchi yirik nashriy asari esa Cho'l havosi, Dunyoning ishlari, Ikki eshik orasi, Nur borki soya bor kabi mashhur qissalari va romanlari bilan tanilgan. Uning asarlari asosida filmlar suratga olingan. Adabiyotga qo'shgan hissasi uchun bir qator davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. O'tkir Hoshimov O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni bilan taqdirlangan. To'ylar muborak, Xazon bo'lgan bahor asarlari asosida badiiy filmlar suratga olingan. O'tkir Hoshimov 2013-yil 24-mayda vafot etgan.